Ye, mashinasini ochiq qoldirib ketyaptimi? Ichida qancha puli bor ekan-a? Pulini nima qilaman? Bir yo'la mashinani o'zi bilan o'g'irlab qochsam, kim bilib o'tiribdi deysiz? Yakkabog'da xuddi shunga o'xshash voqea sodir bo'ldi. Ochiq holda kaliti unutib qoldirilgan Nexia 2 o'g'irlab qochildi. Ma'lum bo'lishicha, avtomobil egasi choyxonaga ovqatlanishga kirganida avtomashina noma'lum shaxs tomonidan olib ketilgan. Shundan keyin holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilindi. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida mashina Ko'kdala tumanida harakatlanib ketayotgan vaqtida to'xtatib qolinadi. Mazkur holat yuzasidan Yakkabog' tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 1-qismi bilan fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda tergov harakatlari amalga oshirilmoqda. Hurmatli fuqarolar, yuqoridagi kabi holat siz bilan ham sodir bo'lishini istamasangiz, avtomashinangizni aslo ochiq qoldira ko'rmang. Zero ehtiyotkorlik davr talabi ekanligini unutmang.